Bugün Çiğsa'ga 2021 yıl 10. ayının 11. günü hürmetli vatandaş. Mavzumunda xas haber. Prezident Vladimir Putin Cumhuriyet Partiyasiga agahlandırış verdi. Zor bir Türkiye komünist katta başlarını kolga aldı. Mavzulu haber 10. ayının 11. günü Cumhuriyet Nazar torbeti ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Yakında Rusya dairleri zor bir Türkiye komünist katta başlarını kolga aldı. Halkara cemiyet ona hayran kaldı. Bu çünkü Rusya Prezidenti Vladimir Putin şunundan haber taptı ki Cumhuriyet Partiyası Rusya Komünist Partiya azalarını arkada turup kollap bir qatar suikastlarni planlab Prezident Vladimir Putinning hukukini tavratmoqchi va ojizlashtirmoqchi bo'ldi. G'azablangan Prezident Vladimir Putin zo'r ko'lamda harakat qo'zg'ab kommunist katta boshlarni qo'lga oldi. Universal xabarlarda mundaq ko'rsatildi. 9. ayının keyingi 20'den başlap Rusya Federatsiyasi hükümeti Rusya Komünistik Partiyasi qarta zor ko'lamda qo'lga olish harakati qo'zg'adi. Hatta Rusya Komünistik Partiyasining turalg'i binosini pechatladi. Bugunlardan bir necha 10 nafar Komünist Partiya katibaşları ve ularni qo'llovchilar qo'lga olindi. Nazarband qilindi. Jarimani qo'yildi. Undan boshqa Rossiya soqchi tarafda ham ilgirlab, Rossiya Federatsiyasi Kommunistik Partiyasining Markaziy komiteti turishliq bino va Rossiya Federatsiyasi Kommunistik Partiyasi Moskva shaharlik komitetining turalg'i binosini 3 kun harakat qo'zg'ab pechatladi. O'xshashlar Rossiya Kommunistik Partiyasi Markaziy komiteti birinchi muavin raisi Milanikovning ishxonasi tekshirildi ve pechatlandi. Rossiya Komünist Partiyasi Markaziy International Markazi Rossiya Komünist Partiyasi International Markazi tarqatgan axboroti mundaq ko'rsatildi. Yaqinda Moskva shaharlik hukumat ichki ishlar guruhi, ichki qo'g'dash bexatarlik qismlari boj ishlari kadrlarini tashkillab, qonun ijro qilguvchilarni tashkillab, Rossiya Federatsiyasi Markaziy komiteti ve Rossiya Komünist Partiyasi Moskva shaharlik komitetiga qarata qo'rshovga elish harakati qo'zg'ab, Rossiya Federatsiyasi Moskva shahri, Moskva oblasti qatorliq markaziy federatsiyalik joylarda katta bosh kadrlarni qo'lga oldi. Tashqari dunyo shuni bildiki, qo'lga olinganlarning mutlaq ko'p qismi katta boshlar edi. Moskva universitetining sanoat sistemasi professori Taliya mundaq dedi. Bu ish Prezident Vladimir Putinning Cumhuriyet Partiyasiga bergan agahlantirishidir. Belki Polsha hükümetini doğrab, komünizm kanununu bekar qilib, Cumhuriyet Partiyasining Rossiyani chiritishini o'zil-kesel tozalashdan derak berdi. Taliya mundaq ko'rsatdi. Men yashash uchun sobiq Sovetlar desa hozirgacha meni titrak bosadi. Lekin men Cumhuriyet Partiyasining Yevropa, Amerikaga qanchalik eg'ir darajada singib kirganligini ko'rdim. Taliya mundaq dedi. Men yashash uchun sobiq Sovetlar desa hozirgacha meni titrak bosadi. Lekin men Cumhuriyet Partiyasining Yevropa, Amerikaga qanchalik eg'ir darajada singib kirganligini ko'rdim. Biz Rossiyada komünizmni chetga qoqamiz.
Çünkü bizning davlatimiz utopiyani boshdan kechirib, insonning axloq va odamgarchiligini gumron qilib, bizga partiyavilik hammadan ustun turdi degan ko'z qarashni o'rgatgan edi.